Bugungi sanamiz 31-mart. 31-mart sanasida biz pomidorlarimizni balki olingandan keyin qaysi darajaga yetganini va qanday ta'sir qilganini tanishtirib o'tishlikni niyat qildik. Sizlardan shuni so'rab qolardik. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishlarni iltimos qilgan bo'lardik. Chunki like bossangiz bizga motivatsiya, obuna bo'lsalaringiz esa qo'yadigan videolarimizni doim sizlarga xabar bor turishini ta'minlaydi. Biz esa videomizni boshladik. Barga olingandan keyin pomidorlarimizda salbiy ta'siri bo'lmadi. Uning o'rniga esa ijobiy ta'sir qildi va pomidorlarimiz mevalari katta bo'lishligini ta'minlab berdi. Pomidorlarimizga barg olingandan keyin mana shunday yaxshi quyosh tushdi va oralariga kirib, bugun suv qo'ygan bo'lsak-da, mana shularimiz qurib, yer ham yaxshi qizishligini ta'minladi. Bizga barg olingani menimcha ma'qul bo'ldi. Bizda o'tgan haftada 3 kun, 4 kun yomg'ir bo'lishiga qaramasdan pomidorlarimizda katta bo'lishlikni sezdik. Pomidorlarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Bu esa qachon qizaradi bunisini bilmadim. Ikkinchi gullari ham mana shunday tuyib, uchinchilari ham tuydi. To'rtinchi gullari hozircha tuygani yo'q. To'rtinchi gullarini esa biz chaynatib chiqdik. Ba'zi birlarda esa 5-gullarini ham chaynatdik. Bu esa bizni juda ham xursand qildi. Pomidorimiz mevalari katta bo'lib, mana shunday uzumga o'xshab terilib olgani bizni juda ham quvontiryapti. Havo yomg'irli, sovuq bo'lganligi sababli biz pomidorlarimizni chaynata olmadik va kecha chaynatdik. Chunki yomg'irda baklari yaxshi ochilmadi. 2-3 kun issiqda esa baklari ochilib ketdi va bizga chaynatishimizga juda yaxshi jarayon bo'ldi. Mana shunday ko'rib tursak bo'ladi, pomidorimizni oralaridan quyoshlar mana shunday mevalarga tushib turgani, bu esa mevalarda yaxshi natijalarga erishayotganimizga sabab bo'lyapti. Balki olinmagan holatda juda ham o'rmon bo'lib, salbiy ta'sir qilayotgandi. Bu ya'ni sezildi. Balki olganimizdan keyin hattoki yomg'irli kunlarda ham pomidorimizda o'zgarish sezildi. Gullari yashnab ochilib ketmagan bo'lsa-da, lekin mevalari shu sovuq kunlarda ham ancha katta bo'lganini biz sezdik. Va shu yomg'irli kunlarda pomidorlarimizni gullari ham barglari ocharib ketdi juda ham. Endi quyoshli kunlarda endi to'qarib yana o'z holatiga kelyapti. Chunki 3 kun, 4 kun yomg'irli, nam ko'p, pomidorimizda shunaqa o'zgarishlar bo'ldi va havo isishi bilan biz xonamizdagi kechki payt yoqayotgan grasimizni ham ko'tardik. Chunki kunduzligi bilan kechki paytlikda orasidagi masofasi juda ham katta bo'lib ketmasligini va ko'chatlarimizga salbiy ta'sir qilmasin deb, stressga tushmasin deb kechqurunlik graduslarimizni ham ko'tardik. 14-15 ushladik. Pomidorlarimizni baklarini olganimiz xuddi bizga yetmagandek, yana bitta ish qildik. Pomidorlarimizni mana shunday uchdagi bargining uch qismlarini hammasini olib chiqdim. Hamma pomidorini mana u qolgan baklarini ham uchlarini hammasini olib chiqdim. Menga barglari xo'p bergan emas, balki menga mevalari yaxshi katta bo'lishi menga qiziq. Shuning uchun o'sha baklarni o'zi yetib ortadi. Shu maqsadda pomidorimizni baklarning uch qismini olib chiqdim. Mana bu qolib ketibdi, sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shunday qilib balki uchlarini olib chiqyapman. Xonamiz bu tomonini ochib qo'ydim. Past tarafiga mana shunday salafanda tortib, shu mevalarga shaboda urmasligini ta'minlash maqsadida qildim. Chunki bunga sovuq shaboda tegsa, shu qotib qoladi degan ma'lumot kelgandi. Shu maqsadda tayini to'sib qo'ydim. Bu yerda esa bolgariskimiz bor edi. Bolgariskimiz mana mevaga kiribdi. Bu bechora suv chalmayapti, chunki tomchilashlari bekecha kelmagan. Qo'lda suv berib turdim. Shu qo'lda suv berganimizda ham shu darajaga yetib kelibdi. Keyin o'sha bir haftadan buyon suv berganim yo'qdim. Shu suv bermasam, shu havomizning o'zi ham shunga sabab bo'ldi. Chunki juda ham yomg'irli kunlar, nam ko'tarildi. Shu maqsadda suv bermadik. Bugundan suv berishni boshladim. Hozircha ozuqa berganim yo'q, faqat bargidan 320 bor temir qilib, yantarni kislota qilib baglaridan sepib chiqdim. Endi beradigan ozuqalarimiz menimcha faqat shu ko'raklarini katta qilishlikni
Mevalarni katta qilishlikni maqsadida beriladigan vitaminlar beramiz. Chunki endi bizga mevalar katta bo'lishi kerak. Xudo xolasa shu bozorga olib chiqishimiz ham yaqin bo'lsa kerak. Alaminalarimiz shunday holatda endi runerlarimizga ozgina to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Runerimizni baklari esa mevalari mana shunday darajada bo'ldi. Eng oldilari shu mevalarning katta bo'lishida va yetishtirishda alaminaga nisbatan ozgina orqadagi o'xshayapti. O'tgan videomizda shu bargini oldik degan videomizni qo'yganimizda hammada har xil fikrlar bo'ldi. Kommentariyada yozganlarga juda ham katta rahmat. Bizni ozgina mehnatlarimizni e'tiborsiz qoldirmasdan G'anijon Akiyev, yana obunachilarimiz juda ham ko'p yozib va o'z vaqtlarini ajratib bizga vaqt ajratganligi uchun juda ham katta rahmat aytamiz. Chunki shuncha yozib juda ko'p ma'lumotlar berdi. Bizga xudo xolasa juda katta foydasi tegyapti. Shu har bitta yozgan obunachilarimizga juda ham katta rahmat aytamiz o'z vaqtlarini biz uchun ajratganligi uchun. Endi barka olishga ozgina to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. Nimaga barka olganman? Chunki mana bu runer. Hozir barka olingan holatda mana shunday ko'rinib turibdi. Agar baklari katta bo'lib, shu darajada bak yordam beradigan darajada bo'lganda, mana bu runerimiz mevalari hozir dahshat bo'lib katta bo'lib ketgan bo'lishi kerak edi. Chunki buni barglari juda ham uzun. Mevalari esa unchalik emas. Alaminaga nisbatan ozgina orqada desak bo'laveradi. Mevalari ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi guli, 3-chi, 4-chi gullari. Balkim o'zini me'yorida bo'lgani yaxshi. Mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana uchini olib tashlaganman mana shu mevani. Bargini kattaligini qarang, uzun. Mana uni baklari mana ko'rsangiz bo'ladi. Bolgarskiy baklariga o'xshab ketganda, mana metlarga ko'rsangiz. Yo juda katta bo'lib ketgan. Buni balkim olmaslikda iloji bo'lmaganda, majbur bo'lganmiz olishga. Mana shu issiqlik, quyosh chiqib qolgandan buyon, havo isigandan buyon mevalari sezilar darajada katta bo'lyapti. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti. Chunki quyoshning o'rnida har qanday vitamin, har qanday kimyoviy dorilar bilan o'rnini boshlaydi, umuman iloji yo'q ekan. Hattoki mana shu quyoshni bilsak bo'ladi, mana shu mevalari ochilmadi, shunday qolib ketdi. Endi mana 2-3 kunda quyoshdan keyin mana ranglari bilinib turibdi. Sraz chaynlatdik. Xudo xolasa bular tezda mevalaydi. 4-gullarni ham xudo xolasa chaynlatdik. Runerda tepadan ko'rinishi shu buni tagini o'rab pastga ko'mganligimiz sababli alaminalarga nisbatan ozgina bo'yi pastroq ketyapti. Hozir mana tashqari tarafda shu salafanga yaqin joyda bo'lgan pomidorimizni ko'rsak bo'ladi. Mana bu barga olinmagan. Mevalarini mana ko'rsataman. Mevalar katta bo'lishda barga olinganlarga nisbatan farqi yo'q. Farqi bittaki, buni bo'yi pastak bo'lgan va mana barglar orasi juda ham qisqa. Misol bo'yi pastak bo'lsa ham 5 ta gulgullar bo'ldi. Mana hozir sizlar sanab o'tamiz. 1, ikkinchisi mana bu 3, 4, mana 5-inchisi ko'ringan. Mana xuddi shuni yonida turibdi. Mana bo'yi baland bo'lsa ham bu 5-inchisi tepada, 4-inchisi gullagan. Mana bu barga olinmagan, lekin mevalarda deyarli umuman farqi yo'q. Mana shu 3-4 kunda mevalari juda ham ko'rindi. Mana shu devor, bu tarafimizda devor bor. Shu devor taraf ham salqin bo'lardi. Shu baklarini olganimizdan keyin mana quyosh shu bir tomonga botib qolyapti. O'shanda ham hamma joyga quyosh tushib turibdi. Bu esa pomidorlarimizga ijobiy zo'r ta'sir qilyapti. Bizda Qo'qonda pomidorimizning narxi do'konlarda 45 ming so'm sotilyapti. Endi hamma joydan har xil bo'lsa kerak. Hozir narx-navo juda ham go'zal. Lekin hozircha pomidorlarimiz qizarishga hali o'tgancha yo'q. Agar qaniydi hozir shunaqa payt chiqib qolganda sotayotgan bo'lganimizda 45 mingdan do'konda sotilayotgan bo'lsa, bozorlarda 40 ming so'm bo'ladi. Agar juda dahshat bo'lardi, chunki 100 kilosi 4 million so'm pul bo'lar ekan. Bu esa dehqonga juda ham bir xursand qiladigan va kayfiyatni ko'taradigan narx-navo. Xudo xolasa keyingi yili vohroq ekishlikka harakat qilamiz. Mana shunaqa payt qizarishlikni ta'minlaydigan vaqtda mana ikkinchi gullari ham ancha katta bo'lib qoldi. Mana hammasi ikkinchi gul hammasi ushladi.
Endi 3-gulga o'tsak, 3-gulimizda ham mana shunday yarmi ushlagan, yarmi kecha changlatib chiqqanmiz hammasini. Bular ham ushladi. Xudo xolasa tuygan gul ushlagan kundan bir 30 kun, 35 kunda pomidori qizarar ekan. Xudo xolasa mana aprelda boshida bo'lsak, buni gullari, mevalari bir aprelda 15 lariga chiqib qolsa, bularni sekin arqama-ketin hammasi birga pishib boraveradi. Agar havolarimiz bundan buyog'iga isib ketar ekan, shu maqsadda endi biz har kuni suv bersak kerak. Albatta tagidan vitaminli ozuqalarimizni ham berib boramiz. Xudo xolasa shu agronomimiz maslahati bo'yicha qaysi vitaminlar bersalar aytsalar, shuni berib boramiz. Menimcha shu 3 tegimaga kaliy qo'shib bersak kerak bundan buyog'iga. Chunki mevalarni ko'tarish kerak. Bundan buyog'iga suvdan tiyib qisib bo'lmaydi, chunki mevalar katta bo'lmaydi. Bundan endi tez-tez ko'p tez-tez ozgina tez-tez berib turish kerak endi bundan buyog'iga. Shu maqsadda endi suvlarimizni to'xtatmaymiz, xudo xolasa. Arig'iga kelsak, arig'idan suv berolganim yo'q, chunki yomg'irli kunlar o'tib olsin dedim. Xudo xolasa bu arig'idan ham suv berishni boshlashimiz kerak. Tomirlar ham, pomidor tomirlar bu tomonlarga ham yuradi va ko'proq vitaminni o'zlashtirib, mevalar katta bo'lishini ta'minlaydi. Xudo xolasa yaqin kunlarda boshlasak kerak arig'idan ham suv berishni. Mana 5-shonalar ham ko'rinib qolgan. Xudo xolasa bu shonalarimizni 6 tadan yoki 7 tadan qo'yib pomidorimizga chikanka urishlikni ham rejalashtiryapmiz, chunki chikanka urilgandan keyin mevalar tezlashib, xudo xolasa pomidorlarimiz ko'radi va tezroq qizaradi va qimmat payti sotishimizni ta'minlaydi. Biz 7 ta 8 ta qo'yib uni shu arzon paytga olib borgandan ko'ra, shu 6 ta yoki 7 ta gulni qimmat payt 15 ming, 20 ming, 25 ming payt sotib olsak, bizga shu menimcha foyda bo'lsa kerak. Mana shu barka mana olinmay qolib ketgan ekan. Mana shu barkalar uchlarini har bittasini olib chiqqanman. Endi qolib ketganlar bo'lishi mumkin. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Balki olingan. Xudo xolasa stresslardan shu barka olingandan keyin baribir stressga tushadi, chunki 2 tadan 3 tadan barka olib tashlagandan keyin avtomatik o'zi suvlar chiqib ketadi tanasidagi. Shu stresslardan biz o'tib oldik. Endi xudo xolasa bundan buyog'i yaxshi bo'ladi. Tepadagi yangi chiqayotgan barglarini menimcha olmasam kerak, chunki bu hozir opto kerak, lekin pishgandan keyin bizga salqin kerak. Shu maqsadida omma tepadagiga umuman barglariga tegmayman, olmayman ham. Qachonki mevalar katta bo'lib qizartirishga o'tganimizda tepasiga lo'y suv sepganimizdan so'ng olishimiz mumkin. Ungacha endi tegmasam kerak. Mana shu bir haftada qilgan ishlarimiz mana shulardan iborat. Biz o'zimizni qilgan ozgina mehnatimizni video qilib qo'yib boryapmiz. Bizda juda bir kuchli agronom sifatida qaramaysizlar. Bilganimizcha so'rab qilyapmiz. E'tiboringiz uchun juda ham katta rahmat. Agar iloji bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lishligingizni iltimos qilgan bo'lardik, chunki keyingi qilayotgan videolarimizni ko'rib borasiz. Biz uchun bu motivatsiya. Sizga biror narsani o'rgata olmasak ham ozgina bir qiziq bir ma'lumot berib o'tdik deb o'ylaymiz.